Hugit 34. Alloh taolo shunday deydi: Ey odam bolasi, menga xizmat qil, chunki haqiqatdan ham men menga xizmat qilganni yaxshi ko'raman va men mening bandalarimni uning xizmatiga majbur qilaman. Haqiqatdan sen o'z hayotingda qanchalik menga osloyganingni bilmaysan va kelgusi hayotingda qanchalik osloysan ham bilmaysan. Men haqimdan uzoqlashma, chunki men xohlaganimni qilaman. Menga ibodat qil, chunki sen kambag'al bandamsan. Men esa buyuk Parvardigor. Agar sening do'stlaring va yaqinlaring, odam farzandlari sening gunohlaringning hidini his qilsa va men ular haqida biladigan narsalarni bilsa, hech qachon seni yaqinlashmasdi va do'stlashmasdi. Va bu gunohlar har kuni ko'payib, sening hayoting tug'ilgan kundanoq har kuni kamayaversa, nima bo'lar? Ey odam bolasi, kemasi vayron bo'lgan, dengiz to'lqinlari orasida tahorat taqdiri bilan qaytgan odamdan ham sen katta baloga duch kelding. Shuning uchun gunohlaringni hisobga ol va amallaringda ehtiyotkor bo'l. Ey odam bolasi, men sening xushbaxtligingni xohlayman va gunohlaringni yashirdim. Menga sen kerak emassan, lekin sen menga har doim muhtojsan. Shunga qaramay, sen menga osloysan. Ey odam bolasi, qachoncha natijada ko'z bo'yamaslikka harakat qilasan? Sen uchiriladigan dunyoni qurib, uni bezatayapsan va abadiy hayotni yo'q qilayapsan. U esa hech qachon yo'q bo'lmaydi. Sen odamlarga yoqishni xohlaysan va ularning g'azabidan qo'rqasan. Ey odam bolasi, agar yer va osmon ahli sening gunohlaring uchun tavba qilsalar ham, sen ular uchun qashshoqlik va aymoqlik bilan yig'lashing kerak. Chunki sen bilmaysan, men bilan qay holatda uchrashasan. Ey Musa ibn G'imron, ey eshit, men nima deyapman va men faqat rostni aytaman. Mening bandalarimdan hech biri menga mukammal iymon keltirmaydi. Agar ularning ziyonlari, zulmlari, ayyorliklari, gap so'zlari va hasadlari odamlar uchun xavfsiz qilinmasa. Ey Musa, sen ayt, bu sening Robbingdan kelgan rostdir. Kim xohlasa iymon keltirsin, kim xohlamasa iymonsiz qolsin.